alaykum barchaga. Bugun 11 kun oldin obunachimiz komment yozgan ekan. Avtomatik skachat qiladi, o'shani qanday o'chirib qo'ysa bo'ladi deb yozgan ekan. Bugun o'shani videosini chiqarmoqchimiz. Kompyuterdami yoki smartfondami deb javob yozdim. Hali javob bermadi. Mayli, ikkitasidan ham chiqarib qo'yamiz. Shunda Telegram kerak bo'ladi. Telegramga kiramiz. Telegramga kirgandan keyin tepadagi 3 ta chiziqchaga bosib turib настройкаga kiramiz. Bu sozlamalar telefonda ham bo'lishi mumkin. Bo'ladi albatta. Keyin продвинутые настройкаga kiramiz. Kirib bo'lganimizdan keyin автозагрузка media degan joy bor o'zi. Mana masalan chat bu odamlar bilan yozishgan joyingiz. Bu gruppa, bu kanal. Botlardagi yo'q ekan endi. Bo'lib ketaverar. Xo'sh, chatnikini. Mana fotografiya yoniq ekan. Yoniq qo'ygan payti endi o'zingiz megabayt joylab qo'yishingiz mumkin. Mana shu yerga masalan 8 megabaytgacha bo'lgan narsani o'zi avtomatik ochadi. Mana 1 megabayt qilib qo'ydik. Xo'p. Buni ham bir qilib qo'yamiz. Mayli, 3 qilamiz. Buni gruppani ko'ramiz. Gruppada ham 8 ekan. Mayli, bu menga kerak emas bu. Sizlar o'chirib qo'yishinglar mumkin. Endi mana shunday qilib buni ham o'chirib qo'yishinglar mumkin. Menga bunchalik kerak emas. Hop, kanaldagi ham xuddi shunaqa fayl endi o'chirib qo'yganman fayl. Mana xullas shu yerdan o'chiramizda. Videoni do'stlarga yuborib, like bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'ying. Ko'rganingiz uchun rahmat.